Assalamu alaykum qimmatli do'stlar. Har yilqiga o'xshash biz 2019 yilning yozliq ta'til faslini yana Turkiyada o'tkazishni qaror qilib safarga atlandik. Kona odatimiz bo'yicha bizning eng dastlab ziyorat qilib boradigan yerimiz kon do'stimiz, pishqadam inqilobchi, ma'rifatparvar ziyoli, Takilmakon Uyg'ur nashriyatining qurg'uvchisi va mas'uli Abdjalil Turan akamizning kitobxonasi bo'ldi. Biz yangidan nashr qilingan va o'zimizga kerakli bo'lgan kitoblarni setib oldik. Xo'shlashadigan chaqda Abdjalil akam menga, "Aygul, bu kitobni sizga sovg'a qilay, yo'llig'im bo'lib qolsin" deb bir kitobni uzatdi. Men ko'p rahmat aytgandan keyin kitobning muqovasiga qarab sal ajablangandek bo'lib so'radim. "Abdjalil aka, qanday tiyim bu Uchar universitet degan?" "Avval o'qing, ondan javob chiqadi", dedi Abdjalil akam tamkin holda. Men ta'tildan qaytib kelgandan keyin ba'zi muhim ishlarim tufaylidan bu kitobni darhol o'qish fursatim bo'lmadi. Lekin o'qish orzum kuchli edi. Oxiri kitobni qo'limga olib o'qishga boshlagandan keyin Polshaning 100 yildan ortiq mustamlika tarixida 4 mustamlikachi kuchga qarshi qanday kurash qilganligi meni intayin qattiq ta'sirlantirdi va hayratda qoldirdi. Ularning bu bir asrdan ortiq butun millat bo'yicha beshiga kelgan qon yoshlik kulfatli tarixi bizning beshimizga kelgan qismatlar bilan o'xshash edi. Mushu sababdan men bundaq bir esil asarni o'zimni o'qib tamomlab, ta'sirotlarimni qalbimga yezib, kitobni kitob ishkoviga tizib qo'yishni ravo ko'rmadim. Shaxsiyatchilik qilg'im kelmadi. Mumkin bo'lganda har qanday bir Uyg'urning bu kitobni cho'qim bir o'qib chiqishi kerak ekanligini va mustamlikachilarga qarshi ma'lum darajada aql va tajriba o'rganishga yordami bo'lganligini his qildim. Kundalik hayotdagi aldirashchilik tufaylidan o'qishga imkoniyati yor bermaydigan do'stlar uchun bir ovozliq asar qilib o'qib chiqib, ularning huzuriga sunishni loyiq topdim. Asarga boshdan oxiri Polshadagi ashu qabohatli yillarda Polsha xalq uchun muzika chalgan donliq pianistlarning muzikasini kirgizdim. Asarni o'qish jarayonida kamchilik, xatoliklar yuz berib qolgan bo'lsa, do'stlardan samimiy kechirim so'rayman. Eng oxirida bu esil qimmatli kitobning ro'yobga chiqishiga ko'p ajr, emgak singdirgan Uyg'ur tadqiqot institutiga tarjimon Abdujalil Aqlu apandi bilan tahriri Abdurahim Davlat apandiga samimiy tashakkur va rahmatimni bildiraman. Abdujalil Turan akamga chin yurakdan salom yo'llayman va yana bir qatim rahmatimni bildiraman. Uchar universitet. Abduri Ümit Şimşek. Kirish so'z. Mustaqillik kurashi deyilgan hamon inson aqliga urush maydonlari keldi. Darvaqa, asosan degudek barliq millatlarning tarixida qon bilan yozilgan mustaqillik dostonlari bo'ladi. Lekin ilm-irfon, madaniyat va san'at sohalarida mustaqillik kurashini umumyuzlik holatda uzun muddat yelkisiga olgan millatlar unchola ko'p emas. Polshaliklar tarixning nihoyatda nodir ko'riladigan utuqlardan birini qo'lga keltirgan bir millat bo'lish sifati bilan hozirmi mavjudligini davomlashtirmoqda. Polshaliklar barliq milliy qimmat qarashlari bilan birlikda yo'qolib ketish xavfini bir emas, bir qancha qatim yengdi. Ularning davlatlariga qadam bosgan har bir mustamlikachi tabiatning taqozosi bo'yicha bevosita holda diqqatini bu nishonga markazlashtirgan edi. Uda bir qancha qatim Polshada yangidan tug'ilish e'lon qilindi. Uningdan burunqi va uning sirtida qolgan barliq narsalar yo'q hisoblandi. Til, adabiyot, san'at, madaniyat cheklimlar doirasiga kirgizildi. Uning o'rniga mustamlikachining o'z qimmat qarashlari tangildi. Bu qimmat qarashlar bo'yicha tarbiyalangan yangi avlodlar, yangi bir avlod ziyolilar qatlamini shakllantiradi.
va bu qatlam mustamlikachilarning shum planlarini ularga vakolatan ijro qiladi. Shu yo'sinda bir qancha avlod o'tganda bo'lsa, polshaliklarning yer yuzida na davlat, na millat sifatida hech qanday izi qolmaydi. Polshaliklar dushman bilan urush maydonlaridami elishdi. Polsha zaminlarida qancha qatimlab qonliq qo'zg'alonlar yuz berdi. Biroq Polshaning haqiqiy mustaqillik ko'rishi yer ostida davomlashtirilgan ilm va madaniyat urushi edi. Bu urushda polshaliklar izchil tashkilotlardan tortib qonunsiz universitetlargacha, o'g'izlardagi leksiyalardan tortib yer osti nashriyotligicha inson aqliga keladigan, kammaydigan noiti nurg'un usullardan foydalandi va ko'plagan yangiliklarni yaratdi. Shundoq chog'larmi bo'ldiki, o'qituvchilar bilan boshlang'ich maktab o'quvchilari hamkorlik o'rnatib, Rossiyaning darslik materiallarini tashlab, rasmiy maktablarda g'ayri rasmiy darslarni o'tdi. Yana shundoq chog'larmi bo'ldiki, Gestaponing yendila 100 minglarcha o'quvchi muntazam yer osti maktablarda o'qishlarini davomlashtirdi. 100 minglarcha tashviqot varaqasi ishik tarqatildi. Qonunsiz universitet sinflari uyma-uy aylandi. Turmalarda, sürgünlarda, yig'ilish lagerlarda bir qancha polshalik bor joylarning hammasida yana maxfiy sinflar ochildi. Quloqdan quloqqa uchurlar yetkazildi. Balalar cheklangan she'rlarni yodlab, man'iy qilingan rasmlarni ko'rib cho'ng bo'ldi. Konsertlar, san'at faoliyatlari yer ustidagisiga parallel holda yerning ostida davom qildi. Odamlar yillar bo'yicha kunlarini va kechalarini har turli xavflarning ostida formulalarni yodlab, tugunlarni yeshib, she'r o'qib, muzika anglab o'tkazdi. Ular dushmanni zaminlardan qo'g'lab chiqadigan bir kunning keldiganligiga ishonatdi va o'zlarini shu kunga tayyorlamoqda edi. Bu ishonch faqat bir qatlamdil emas, butkul xalqning yoshurun enga o'rlashtirilgan edi. Polsha dastlabda 3 qo'shnisi tarafidan orqa-orqadan bir qancha qatim parchalanib qo'shvelindi. Orqadan 2 qatimliq dunyo urushining har ikkisini butkul shiddati bilan boshdan kechirdi. Natsistlarning ishg'oliyatidan keyin Sovetlar keldi. Lekin natijada o'tirda na Rossiya, na natsistlar, na Sovetlar qolmadi. Polshaliklar bo'lsa, urush maydonlarida to'kilgan qonlar, balki uningdan burun yer ostida to'kilgan terlarning soyasida o'zlarini tarix sahnasidan butunlay yo'qotib tashlashga bel bog'lagan dushmanlarni orqa-orqadan tarixga dafn qilgan bir xalq bo'lish sifati bilan bugunmi mavjudligini davomlashtirmoqda. Asarning keyingi sahiflarida mushundaq bir yer ostida yuz bergan dostonning voqealarini davomli anglaysizlar. Davomini keyingi qatimliq anglitishimizda huzuringizga sunamiz. Diqqatli bo'lganingizga rahmat.